Yilning so'nggi kunlari hukm surmoqda. Ortda qolayotgan har bir kun bizdan hisob so'ragandek go'yo. Darhaqiqat, joriy yilda nimalarga erishdik-u, qanday yaxshi amallar qildik? Hozir shu haqida. Hozir mana shu kunga kelib mahallamizda 100% suv bilan ta'minlandi. Avvalo prezidentimizga rahmat. Mana shu mahallalarga shu darajada aholini yaxshi yashash uchun alohida e'tibor qaratganlari uchun. Bir necha yillardan beri mana ichimlik suvidan qiynalib kelardik. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Mahallamiz xudo xolasa 100% suv bilan ta'minlandi. İchimlik suvlari har bir xonadonimizga kirib keldi. Bundan juda ham minnatdormiz. Andijon viloyatida aholini ichimlik suvi bilan ta'minlashda iste'molchiga sifatli va barqaror xizmat ko'rsatish borasida 2025-yil davomida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Jumladan barcha davlat dasturlari doirasida 98 milliard 325 million so'm mablag' yo'naltirilib, 236 kilometr ichim suv tarmoqlari tortilib, 26 ta suv inshooti hamda 48 ta suv qudug'i qurildi va rekonstruksiya qilindi. Ushbu ishlar natijasida 8 ming nafar aholi ichimlik suv ta'minoti ilk bor ta'minlangan bo'lsa, 12 ming nafar aholisi esa ichimlik suv ta'minoti sezilarli darajada yaxshilandi. Bu jarayonda eng avvalo ijtimoiy jihatdan sharoiti nisbatan og'ir bo'lgan hududlar suvlatirishga alohida e'tibor qaratildi. Ayniqsa chekka va infrastrukturasi yetarli darajada rivojlanmagan mahallalarda har bir xonadonga suv jo'mragani o'rnatilib, aholi hayotiga tom ma'noda ob-hayot kirib bordi. Ko'rilgan chora-tadbirlar samarasi viloyatning umumiy suvlashish darajasi 92.1% ga yetkazildi. Bu borada Andijon viloyati hokimiyat tashabbusi bilan boshlangan xayrli ishlar ham alohida ahamiyat kasb etdi. Yil boshida shahar va tumanlarda 32 ta sharoiti og'ir mahalla tanlab olinib, ushbu hududlarda aholi uchun qulay sharoit yaratish qaratilgan kompleks ishlar tashkil etildi. Natijada minglab xonadonlar ichimlik suv jo'mraklari o'rnatilib, odamlarning kunlik ehtiyojlari ancha yengillashdi. Shu bilan birga asrlar jamiyati tomonidan kuz-qish mavsumiga ham puxta tayyorgarlik ko'rildi. Maxsus avariya ta'minlash guruhlari tashkil etilib, ularning texnika va vositalari mavsumga to'liq shay holga keltirildi. Andijon shahrida 5 ta, shahar va tumanlarda esa bittadan shunday guruh faoliyati yo'lga qo'yildi. Kun-tun faoliyat olib boruvchi navbatchilik guruhlari fuqarolarning murojaatini o'z vaqtida qabul qilib, ijrosini ta'minlash choralarini ko'rib kelmoqda. Shuningdek, suv inshootlari, texnik vositalar va moslamalari ta'minlash, sozlash ishlari bajarildi. Minglab kilometr suv quvurlari nazoratdan o'tkazilib, mavjud kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etildi. Xulosa o'rnida ta'kidlash mumkinki, ortda qolayotgan 2025-yil Andijon suv ta'minoti asosor jamiyati uchun samarali va natijalarga boy yil bo'ldi. Belgilangan rejalar ortiq bilan bajarildi. Eng muhimi, aholiga ko'rsatilgan xizmat sifati yangi bosqichga ko'tarildi. Quvonarlisi bu kabi xayrli ishlar 2026-yilda ham keng ko'lamda davom ettiriladi. Bu borada istiqbolli rejalar ishlab chiqilgan bo'lib, ayni paytda ularning ijrosini ta'minlashga qaratilgan tayyorgarlik ishlari yakuniga yetkazilgan. Bir so'z bilan aytganda, sifatli xizmat ko'rsatish uchun barcha imkoniyatlar ishga solinmoqda. Bu esa joylarda infratuzilmani mustahkamlash orqali aholi turmush sharoitini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.